Menga o'xshab plastik operatsiya qildirmoqchi bo'lishsa, kosmetologlarga aldanib qolmasdan Amrulla Shodiyevichga kelishlarini tavsiya etaman. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Pasientkamiz, navbatdagi pasientkamiz 45 yoshdalar. Demak, bularda bugun 21-kun, 21 kun oldin bularda yuzlarida to'liq peshona qosh komplekslarida endoskopik podtяжка, yuzlarida smas va bo'yinda platizmoplastika hamda liposaksiya to'liq o'tkazilgan. Mana natijani ko'rishimiz mumkin. Bor yo'g'i 21-kun. Albatta yuzda ko'z atroflarida hali otyoqlar, shishlar bor. Bular albatta hali qaytadi. Jarohatga qaraganimizda albatta bularda 2 yil oldinmi? 2 yil oldin kosmetologlar tomonidan liniya rosta volus bo'ylab kesmalar o'tkazib, juda xunuk chandiqlar, yoyilgan chandiqlar bilan kojniy lifting faqat terini tortib tikilgan. Biz bu chandiqlarni ham bartaraf qildik. Mana sochlar o'sib chiqyapti. Bitta soch tolasidagi liniya bu ham deyarli bilinmaydigan bo'lib ketadi, xudo xolasa. Bo'yinni o'zini ko'rishimiz mumkin. Bo'yi qanaqa idealni mana turibdi. Mana dahan sohasi, mana bu 1 yil mana deyarli umuman yo'q. Albatta hali yana bundan ham zo'r chiroyli bo'ladi. Bu hammasi dastlabki natijalar. Juda ham mamnunman. Doktorimni to'g'ri tanlabman. Kutgandingizmi shunaqa natija bo'lishini? Kutgandim, chunki birinchi marta kelganimda siz menga o'sha ishonchni bergandingiz. O'shanaqa natija chiqishini ishonganim uchun 100% keldim. Aziz obunachilar, shu pasientkamizda bitta umumiy og'riqlantirish ostida ham yuzlarida to'liq full face lifting yoshartiruvchi kompleks amaliyot, shu bilan birga ko'kraklarini osilgan ko'kraklarini ko'tarish, demak mamoplastika amaliyoti o'tkazilgan. Natija juda ham a'lo darajada, o'zlari juda ham natijadan mamnun. Juda zo'r. Juda xursandman. Nima degan bo'lardingiz ayollarga, mana siz kabi xato ishni qilib qo'yganlarga? Menga o'xshab plastik operatsiya qildirmoqchi bo'lishsa, kosmetologlarga aldanib qolmasdan Amrulla Shodiyevichga kelishlarini tavsiya etaman.